Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga chaqaloqning tomog'i og'risa nima qilish kerak degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Chaqaloqlarda tomoq og'rig'i asosan shamollash, virus yoki quruq havo sababli bo'ladi. Uyda ba'zi xavfsiz choralar qilish mumkin, lekin chaqaloq juda kichkina bo'lgani uchun dori-darmonlarni shifokor ko'rsatmasiz bermaslik kerak. Lekin uyda qilsa bo'ladigan bir nechta tavsiyalarni aytaman. Birinchisi, xonani nam tutish. Namlagich qo'yish yoki xonaga issiq suv bug'i chiqarish. Demak, bu albatta yon xonada, ya'ni boshqa xonada bo'lishi kerak. Quruq havo tomoqni yanada og'ritadi. Chaqaloq yetarli suyuqlik olishi kerak. Ko'krak suti yoki dog' suv berishingiz mumkin. Suvsizlanish tomoqni battar og'ritadi. Burunni yumshoq tozalash. Tomoq og'rig'i ko'pincha burun bitishi bilan keladi. Bunda bizga albatta dengiz suv tomchilari aspirator bilan burunni tozalash yordamga keladi. Bu nafasni yengillashtiradi va tomoqdagi achishishni kamaytiradi. Yostiqni biroz balandroq qilish. Agarda chaqalog'ingiz 1 yoshdan katta bo'lsa, yotganda burun oqishi tomoqni tirnashi mumkin. Chaqaloq 1 yoshgacha bo'lsa, yostiq qo'ymang, faqat kravatning bosh qismini juda ozgina miqdorda ko'tarish mumkin, xolos. Havoni ham albatta iliq tutish kerak. Juda ham issiq emas, juda ham sovuq emas. Optimal darajada 20-22 gradusgacha bo'lishi kerak. Ushbu holatlarda nima qilmaslik kerak? Hech qanday sprey, purkagich, tomoq, dori, lidokainli dorilar berilmaydi. Asal berish taqiqlanadi. 1 yoshgacha chaqaloqlarga asal berish xavfli hisoblanadi. Yoki uyda qilinadigan ba'zi birovlar, misol uchun limon, soda, sirka, yog'lar ham chaqaloqqa xavfli hisoblanadi. O'z boshimchalik bilan parasetamol, ibuprofen bermang, faqat shifokor tavsiyasi bilan chaqaloqning yoshiga yoki oyiga qarab beriladi. Qaysi holatda shifokorga murojaat qilish kerak? Agar quyidagilar bo'lsa, vaqt yo'qotmay darhol pediatrga murojaat qiling, ya'ni chaqaloq 6 oydan kichik bo'lsa, harorati 38 gradusdan yuqori bo'lsa, sut ichishni xohlamasa, ya'ni emishni xohlamasa, nafasi tezlashgan yoki qiynalayotgan bo'lsa, haddan tashqari uyquchan yoki bezovta bo'lsa, 2-3 kun ichida ahvoli yaxshilanmasa. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.